opa, turmush o'rtog'im bilan ajrashmoqchiman. Jonimga tegib ketdi. Meni tushunishga harakat qilmaydi. Menga umuman e'tiborsiz. Ishdan keladi, men kechgacha farzandlar bilan charchayman. Ovqatlarini tayyorlab qozonga qo'yib qo'yaman. Hech bo'lmasa shu ovqatini o'zi suzib yesa bo'ladi-yu. Men ham ayolman-ku, menga ham mehr kerak. Siz ajrashmoqchisiz. Qaroringiz qat'iymi? Keling, sizni oiladagi majburiyatingiz va vazifangizni birinchi ko'rib chiqing. Bizga o'zi aslida majburiyat nima, vazifa nima u uqtirilmagan. Biz o'zimizni vazifamizni bilmaganligimiz uchun siz mana oldimga kelyapsiz hozir sen. Aslida bu aytayotgan bo'layotgan ishlar uyingizda bu ajrashishga sabab emas. Ajrashishga sabab nima bo'ladi? Qachonki sizga xoinlik qilib turmush o'rtog'ingiz sizni qandaydir bir insonga sotsa, qandaydir or-nomusingiz bilan o'ynashsa yoki bo'lmasam sizni xo'rlangich hayotda qo'ysa, bu arzirli ish bo'ladi. Siz hozir o'zingizni majburiyatlaringiz deb bilyapsiz, uni majburmanmi deyapsiz, to'g'rimi? Lekin sizni aslida bu vazifangiz. Siz bu narsa sizga turmush o'rtog'ingiz aytishi kerak yo'q. Siz bu vazifalarni o'zingiz to'laqonli ravishda bajarishingiz kerak. Chunki siz bu ayolning vazifangiz. Rahmat, to'g'ri aytyapsiz. Aslida turmush o'rtog'im menga yomon gapirmaydi, yomon muomala qilmaydi. Faqat ozgina e'tibor